Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan targeting sohasi o'zi qanaqa soha, bu soha orqali qanday qilib daromad qilish mumkin va qancha daromad qilish mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Sizlarni ushbu darsni ko'rib turganimdan juda ham xursandman, chunki sizlarga targeting sohasi qiziq va bu sohani o'rganish istaginglar borligi uchun mana shu darsni ko'rib turibsizlar. Men o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ismim Jasurbek. 5 yildan beri SMM marketing sohasida ishlayman. Shu qatorda targeting sohasida ham bir qancha natijalarga erishganman. Shu bugungacha targeting orqali $100 ming dan oshiq budjetni reklamalarga sarflab, $1 million dan oshiq bizneslarga daromad qilishiga yordamlashib kelganman. Undan tashqari 100 dan oshiq shogirdlarim bor. SMM sohasi bo'yicha alohida, targeting sohasi bo'yicha alohida o'zimning shogirdlarim bor. Ular ham o'ziga yarasha yaxshi natijalarga erishib, bugungi kunda shu soha orqali daromad qilib kelishyapti. Sizlarga targeting sohasi haqida ma'lumot berib o'tsam, target o'zi nima? Target o'zi inglizchadan olingan maqsad degani, ya'ni maqsadli auditoriyaga qaratilgan reklama hisoblanadi. Ya'ni qanaqa maqsadli auditoriya? Aytaylik, bizda biron bir mahsulot bor, buni sotib oluvchi insonlar bizning maqsadli auditoriyamiz. Ya'ni bu narsani sotib olishga ehtiyoji bo'lgan odamlar bizning maqsadli auditoriyamiz hisoblanadi. Target reklamasidan biz asosan ijtimoiy tarmoqlarda foydalanamiz. Ya'ni biz Facebook orqali yoqiladigan reklamalarni target reklamasi deymiz. Ya'ni Facebook orqali yoqiladi, Instagram, Messenger, Audience Network. Ya'ni Audience Network nima? Facebook bilan partnyorstvasi bo'lgan prilojenelar bo'lishi mumkin. Shularga yoqiladigan reklamalar target reklamasi deyiladi asosan. Ya'ni ma'lum bir ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum parametrlarni aniq maqsadli auditoriyaga ko'rsatish imkonini beruvchi reklama, bu o'zi target reklamasi deyiladi. Xo'p, targetolog kim? Mana shu reklamalarni to'g'ri sozlovchi inson targetolog hisoblanadi. Ya'ni ana shu biznes, qaysidir biznes bilan ishlayapmiz deylik, o'sha biznesni to'liq analiz qilib chiqib, uni maqsadli auditoriyasini o'rganib, ularda og'rig'i, muammosini to'liq analiz qilib, ularga to'g'ri reklamani ko'rsatuvchi inson targetolog hisoblanadi. Targetolog bu o'zi sifatli lidiga garantiya beradi. Ya'ni masalan men target yoqyapmanmi, sifatli lidiga javob beraman. Ya'ni masalan 10 ta mijoz olib kelyapman, bu mijozlarim masalan telefon qilsa yoki boshqa bo'lsa, bog'lanilayotgan paytda noto'g'ri raqam yoki boshqa bo'lsa, bu sifatsiz lid hisoblanadi. Lekin biz ishlasak, qaysidir loyiha bilan ishlasak, doim sifatli lidiga garantiya beramiz. Ya'ni men senga masalan $300 targetga ajratmoqchi bo'lsang, men senga 300 ta sifatli lid olib kelib beraman. Undan masalan 20% konversiya qilsang, 60 ta mijozing bor degani deb to'g'ri tushuncha beramiz. Ya'ni targetingda shunaqa. Yana bitta narsani ajratib olishimiz kerak. Targeting bu faqat Facebook orqali yoqiladigan reklamalar target reklamasi hisoblanadi. Google bilan Yandexda yoqiladigan reklamalar bular kontekstli reklama hisoblanadi, target reklamasi hisoblanmaydi. Xo'p, keyin bu yoqda masalan ko'rishinglar mumkin, target reklamalarini ko'rinishlari xuddi shu holatda bo'ladi. Ya'ni biz Instagramda yoki Facebookda Reels, post, story ko'rib turganimizda birdan kelib chiqadigan reklamalarning hammasi bu target reklamasi hisoblanadi. Mana shularning hammasini targetologlar nastroyka qiladi. Xo'p, endi nima uchun o'zi targeting sohasini tanlashlik kerak? Shu narsani sizlarga tushuntirib bersam, birinchi o'rinda zamonaviy kasb. Hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham ko'p bizneslar bor. Adashmasam 700 mingdan oshiq bizneslar bor. Bularning hammasiga SMM kerak bo'lmasa ham target kerak. Chunki biznesda sotuv bo'lmasa, u biznes yurmaydi. Bizga sotuv qilib beradigan, bizga mijoz olib kelib beradigan narsa bu target reklamasi hisoblanadi. Xo'p, keyingisi qisqa vaqt ichida o'rgansa bo'ladi. Ya'ni 1 oy, 2 oy, 3 oy tezda o'rgansa bo'ladi va tezda daromad qilsa bo'ladi bu soha orqali. Xo'p, qo'shimcha soha sifatida ishlash mumkin. Aytaylik, siz bankda yoki boshqa davlat ishida ishlaysiz yoki yana boshqa ish qilmoqchi bo'lsangiz, bu sohani o'zingizga qo'shimcha ish sifatida tanlasangiz ham bo'ladi. Ya'ni ishdan bo'sh vaqtingizda kech payt yoki bo'lmasam ish vaqtidan bo'shagan paytlaringizda ma'lum bir reklamalarni yoqib berib, u qilib, bu qilib ishlasangiz bo'ladi bemalol.
Hop, erkin va moslashuvchan ish grafigi, ya'ni siz обязательно bu sohani o'rganganingizdan keyin qaysidir ishxonada yoki boshqa 9 dan 6 gacha yoki qanaqadir grafik asosida ishlamaysiz, o'zingiz onlaynda frilanser bo'lib ham ishlasangiz bo'ladi. Hop, keyingisi hech qachon eskirmaydi. Ya'ni bu kasb hozirgi kunda eng trenddagi, eng rivojlangan kasblardan bo'lgani uchun ham bu hali beri eskiradigan kasb emas. Eng qiziqarli soha. Nima uchun aynan qiziqarli? Aytaylik, siz biron bir biznesda sotuvini oshirib beryapsiz. Masalan, siz kelguningizcha u kompaniya masalan $10,000 savdolarini qilayotgan bo'lsa, siz kelganingizdan keyin u $100,000 chiqdi. Va siz ham bu orqali o'zingizning daromadingizni normalniy oshirib olishingiz mumkin bo'ladi. To'g'rimi? Shuning uchun ham qiziqarli. Ya'ni siz qancha biznesga ko'p klient olib kelib bersangiz, shuncha ko'p ularni sotuvi oshadi. Uni sotuvi oshgani hisobidan sizga o'zingizni ham daromadingiz ko'payadi. Chunki siz nimaga unga mijoz olib kelib beryapsiz, u sizga to'lashga nima qiladi? Qisadi. Hech qachon unaqa emas. Ya'ni siz qancha ko'p mijoz olib kelib, qancha ko'p sotuvlariga o'zingizni hissangizni qo'sha olasiz, u biznesmen ham sizga sizni qo'yib yuborgisi kelmaydi. Birinchi o'rinda siz bilan doimiy ishlagisi keladi. Xo'p, keyingisi diplom, sertifikat, qanaqadir hujjatlar talab qilinmaydi. Bu soha orqali shunchaki siz o'rganib, daromad qilishingiz mumkin. Hop, keyin yana bitta muhim narsalardan bittasi istalgancha daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni siz $1000, $2000, $5000 yoki $100, $200 topasiz degan narsa yo'q. Siz bu soha orqali o'zingiz xohlaganingizcha daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingisi shaxsiy biznesingizni ochishingiz uchun qulay imkoniyat bo'ladi. Ya'ni siz o'zingiz onlayn magazin yoki boshqa qilmoqchi bo'lsangiz ham, siz targeting sohasini mukammal bilsangiz, buni oson yo'lga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Targeting orqali o'zi qanaqa qilib daromad qilish mumkin? Targeting orqali siz biron bir biznesda o'sha target reklamalarini nastroyka qilib berish orqali daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni siz uni sotuviga qanchadir ta'sir o'tkazasiz va bu orqali o'zingiz ham daromad qilasiz. Ikkinchisi bo'lsa, siz o'zingizni kursingiz bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. O'zingiz masalan mana shu soha orqali yoki boshqa sohada ham target orqali kurs sotib daromad qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari onlayn magazinlar bilan ishlasangiz bo'ladi. Bizda ma'lum parametrlar bilan ishlaydigan onlayn magazinlar bor. Mahsulot.com, Yuska, shunga o'xshagan bir nechta veb-saytlar bor. Bu saytlar bilan ishlashni ham o'zimiz kurslarimizda o'rgatib ketamiz. Onlayn magazinlar bilan ishlash orqali ham daromad qilsangiz bo'ladi. Agar siz ham targeting sohasi orqali to'liq qanday qilib daromad qilish mumkinligini o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastda Telegram kanalim bor. O'sha kanalimga qo'shilish orqali siz ham o'zingiz ham daromad qilish yo'llarini o'rganib olishingiz mumkin. Undan tashqari men yaqinda seminar qilmoqchiman targeting sohasi bo'yicha. O'sha seminarda men sizga to'liq targeting sohasi orqali qanday qilib daromad qilish mumkinligini va qanaqa qilib to'g'ri reklamalarni ishga tushirish mumkinligini o'rgatib ketaman. Pastdagi havola orqali Telegram kanalimga qo'shilishni unutmang. Hammaga rahmat.